Guliston shahridagi ovqatlanish shoxobchalarining birida ro'y bergan falokat 3 insonni bu hayotdan olib ketdi. 20 dan ortiq fuqarolarni jarohat olishiga sabab bo'ldi. Joriy yilning 2-dekabr kuni soat taxminan 10:49larda Guliston shahar Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'inidagi ovqatlanish shoxobchasining oshxonasida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, ikkita yong'in-qutqaruv ekipaj tomonidan voqea joyiga yetib borilganda ushbu oshxonani 15 kvadrat metr maydondagi shift qismi yonayotgan bo'lgan va ko'rilgan tezkor choralar natijasida yong'in qisqa fursatlarda bartaraf etilgan. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida 29 nafar fuqaro turli darajadagi kuyish va tan jarohatlari olgan. Shundan 26 nafari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyati filialiga yotqizilgan. 3 nafarning ahvoli qoniqarli bo'lgani bois ambulator yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining bosh direktori Davron To'laganov boshchiligidagi barcha malakali mutaxassislar voqea joyiga yetib borib, bemorlarga yordam ko'rsatishayotgani aytildi. O'ta og'ir qabul qilingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Ushbu tasvirlar har bir inson ko'nglini xira qiladi. Ayni paytda qabul qilingan bemorlardan 2 nafari homiladorligi sababli Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazining Sirdaryo viloyati filialiga ko'chirilgan. Qolgan bemorlar tegishli bo'limlarda muolaja olmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi har bir bemor salomatligini o'z nazoratiga olgan. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz shu o'rinda vafot etgan marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Jarohat olgan shaxslarni esa tezda sog'ayib ketishlarini tilaymiz. Hurmatli fuqarolar, har doim yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qiling.